Здрасте, с праздником, соседи, Навруз. Спасибо, Альбина. Дайте заходите. Bayram bilan. Sonbek. Sonbek. Sağlıklı. Rahmet. Sonbek. Zor kusok ipler. No endi zor kazanda zor bo'lurga endi. Shu to'g'ri kuyib ketmaslikka. Boy salamiz deysiz ne? Обычный butunisi bo'lavi. O'zimizda de shu Mamutnikida bo'lar, bunda bo'laydi. Hozir narsa solasiz endi? So'g'an endi. So'g'an? Ishirni qilib solasizmi boyaga? Ну, kilosiga qarab 2 kilogramm ris bo'lsa 2 kilogramm shu yeshir. 2 kilogramm eti boshqa birga bir bo'lar endi butun narsa. Pulovka ris salmay kelib matashamiz. Pulovka yaxshi. Bo'lsang tugarakmi? Tugarak bu. Risni 2 tapqir, 3 tapqir yuvurga kerak. Ana o'tirgan duyullari chiqa mina. Mana bu narsa degi solg'ach ko'plardan so'ng pishaydi bu mana. Yana o'zi общий butun narsa 45 minutda pishirga tegishli. Yuzim, kishmish. Можно так. O'zi nisina qarab endi risga qarab ko'p emas endi shulay. Bu yurib qaynag'achda salsa bo'la, ну примерно 8 qaynarga tegish endi shu. Mikvatut da kerak mi? Hozir qattiq kerak. Undan suvini bitgach, akiringina parisa etirga. Davruz kuni burching bo'lsa, burchingdan qutulurga kerak. Bir kishi bilan irishgan bo'lsang, ondan g'afu so'ra. Nima kerak g'afu etilib, g'afu nima deb yana chirlilar kort kishilar bo'lsa, ularning halini bilirga kerak barib. Biz bugun mana tikvadan somsa pishirdik. O'zbek blyodasi. Navrozda pishiriladi. Bizni o'zbek nonlari o'zimiz pishiramiz buni duxovkada. Bizni bu katta ko'rdak deb ataladi bu blyodamiz. Bu it, berengi, so'g'an, it zilinlardan iborat. Berengini mayda qizdirib olamiz. Eng birinchi. Anları etni salamiz, anları soğan, bütün aybirlerini salıp, ezgine su isteyimiz. Şunu bilen hazır bo'la bu aşımız. Pishgan ya, готовыйna. Etini bir sovutka alırga da. Nechik bo'ldi bilinmaydi. Hiç yoktu mazal boplu palav. Навруз. Очень прекрасный праздник у соседей наших. Оказывается, есть такой. Он похож на нашу Масленицу, похож на проводы зимы, встречи весны. Sımelekten taş taptım, bir parça kuyaş taptım. Gönlümde yandı yürek, bir parça kuyaş taptım. Sımelekten taş taptım, bir parça kuyaş taptım.